Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va kanalimiz kuzatuvchilari. Biz mana bahorgi qiladigan ishlar, tagidan beriladigan ozuqalarni hammasini o'z o'rnida berib bo'ldik. Endi gul davriga o'tib, gullar qanaqa dorilar bilan oziqlantirish, qanaqa elementlar bilan, qanaqa tarkibiga nimalar bor elementlarni foydalanishda biz shuni ham aytib o'tmoqchimiz bir yo'lga qo'yib. Qanaqa holatda yuvilishligi, daraxt mana yuvilganda e'tibor berish kerak. Tepasi bilan shitda bo'lib, u bir sepib o'tganda emas. Ahamiyat beramiz, qanaqa holatda qop-qora qilib yuvilyapti. Birorta joyiga ochiqlik, dori tegmagan joy qolmasligi kerak. Keyingi ishlarimiz yana undan keyingilarini aytib boraveramiz. Hozirgi biz foydalanadiganimiz ko'p mikroelementlar bo'lib, tarkibida mana 6 xil, 7 xil tarkibli mikroelement. Buni nomi Mikromax. Bargni yashnatishga, gulni ushlab, boyagi mevani o'ziga kerakli ozuqalarni olib, kasalliklarni haydashga juda ham qo'l keladigan element bu. Buni tarkibida mana e'tibor beramiz. Bor, rux bor, mis bor 16%, mis 10%, oltin gurgut bor. Juda mevalarga, hozirgi har qanaqa mevalarga kerak bo'ladigan elementlar bular. Mana shulardan foydalansak juda ham biz daraxtga hosildorligiga, hosillik yetilishiga, boya aytganimizdek bargini yashnashiga juda ham katta yordam bergan bo'lamiz. Mana hozirgi holatimiz dori bilan yuviladigan holat jarayonni ham ko'rsatib o'tamiz. Farqliroq kelib mavjud bo'ldi. Давай. Давай. Bu doridan foydalanishimiz shartmi degan savol ham bo'lishi mumkin. Kommentariyalarda savol berilyapti, har xil savollar. Haqiqatan foydalanmasangiz bo'ladi. Bu nima deydi? Qanday tushuntirsam bo'ladi? Meva bo'ladi. Faqatgina yetila olmaydi. O'ziga kerakli, siz bilan biz kutgan suvenir hosilga ega bo'la olmaymiz. Sredni bo'lib qoladi, yo bir yo'ni qing'ir, qiyshiq bo'lib qoladi. Bu hammasini to'g'rilash, bu hammasini oldini oladigan elementlardan bittasi. Imkon qadar daraxtni o'z vaqtida foydalanib, yuvib, mana suvlarini, dorilarini o'z vaqtida mana bunday berib tursak, biz juda katta yordam bergan bo'lamiz. Yana bir narsani bir misol qilib o'ta olamiz. Texnika bilan, traktor bilan degan savollar bo'lib tushdi. Bu savollarga haqiqatan traktor bilan urganda mana tag qismi 3 dan 1 qismi yo 3 dan 2 qismiga urib ketadi. Tepasiga texnika olib bera olmaydi, urib bera olmaydi. Bu hali ham 4 ga 3 sxemada ekilgan ko'chat. Ko'p bog'larda 6 ga 4 va 7 ga 5, 7 ga 4 ana shunaqa ekilgan bog'lar bor. Ularni tepasida umuman tepa qismiga urib bera olmaydi, tepa qismi oziqlana olmaydi. Shu bilan mevamiz har xil holatda ko'rinishda bo'lib qoladi. Keyingi videolarda Xudo xolasa yana bundan keyingi ozroq qoldi. Qanaqa zilonni abriskalar. Mana u zilonni abriskalarda nima olinadi? Mana o'shani ham ko'rsatib o'tamiz. Ozgincha qoldi.
o'sib sal ko'targandan keyin u jarayonni ham 15 kun yo 10 kundan keyin boshlanadi. Bu jarayonni ham qo'yib ko'rsatib o'tamiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Judayam bog'bonlarga qo'l keladigan apparatlardan bittasi mana bu. Nijobli, benzinli, bu judayam kam xarajat. Bunda hech qanaqa yo'qotish yo'q. Boya aytganimizdek, traktordan ko'ra mana bunaqa baland daraxtlarga tepasiga ura olmaydi. Past qismiga uradi, yarimigacha urib beradi, yarimida u yog'i oziqlana olmay qoladi, keyin mevalarimiz yetilmaydi. Sog' bo'lasizlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana guruhdagilar qo'lga dori sepish hozir gul davridagini sepyapmiz.